Xo'sh, ana endi bevosita ma'ruzani ochib olsak. Sizlar bilan shu vaqtgacha ikkita ma'ruzani ko'rib o'tgan edik. Endi xudo xohlasa uchinchi ma'ruzani ko'rishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi ma'ruzani boshlaymiz. Ma'ruza ko'rindimi sizlarga prezentatsiya? Assalomu alaykum. Ko'rindi, ko'rindi. Xo'p, demak, uchinchi mavzuyimiz tarmoqlar standartlashtirish va tasniflash. Xo'p, ular to'g'risida ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Demak, ular birinchisi tarmoqlarni standartlashtirish ko'rsatilganiga rejada, keyinchalik OSI modeli va kompyuter tarmoqlarini tasniflash, ya'ni klassifikatsiyalash deyilgan ekan. Xo'p, OSI modeli haqida o'zi eshitganmisizlar nimaligini? Yo'q. Eshitmagan ekanmiz. Xo'p. Hozir demak, ma'ruzada bir ko'rib o'tamiz. Menimcha, keyin sizlarga xudo xohlasa tushunarli bo'ladi. U narsa ko'proq o'sha kompyuter tarmoqlari bilan internet sohasida ishlovchilar uchun ko'proq kerakli ma'lumot hisoblanadi. Undan oldin, demak, ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchi tarmoqlarni standartlashtirish. Kompyuter tarmoqlarini yaratishda turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalari va dasturiy ta'minotlari ishlatiladi. Ularning o'zaro muvofiqligini ta'minlash uchun standartlashtirish zarur bo'ladi. Xuddi shunaqa narsa bilsanglar bizda ham bor. Ya'ni standartlashtirish va sertifikatlashtirish tashkiloti bor. Xuddi mana o'sha joyda bizga olib kelingan o'sha qurilmalar hammasi o'sha standartlashtirishdan o'tkaziladi. Gapga qo'shilyapti. Ne o'chirib qo'ydim bo'ldi. Bizoka qilib qo'ydim ularni anaqa mikrofonligini. Xo'p, demak, standartlashtirishning asosiy vazifalari nimalardan iborat ekan? Demak, birinchisi, turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalarini o'zaro moslashuvchan qilish, ma'lumotlar almashinuvini barobarligini ta'minlash, tarmoq xavfsizligini oshirish, yangi texnologiyalar bilan moslashuvchanligini ta'minlash ekan. Xo'p, standartlashtirish bo'lmasa nima bo'lishi mumkin degan savolga qurilmalar va dasturiy ta'minotlar bir-biri bilan ishlay olmasligi mumkin. Xavfsizlik muammolari yuzaga keladi. Tarmoq kengaytirish va yangilash mushkullashadi. Ya'ni hammasini bitta ko'rinishga, bitta standartga kelish kerak bo'ladi. O'sha standart asosida aytaylikki, qurilmalar yoki tarmoqlarimiz ishlashi kerak bo'ladi. Xo'p, tarmoqni standartlashtirishda birinchi o'rinda qaratadigan narsalarimiz nimadan iborat ekan? Tarmoqlarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanishning yagona texnik qoidalarini ishlab chiqish jarayoni. Ya'ni tarmoqni standartlashtirish deb ataladi. Ya'ni buning ichiga mana o'sha 3 ta bo'linma rasmda ham ko'rsatib qo'yilgan. Demak, ana o'sha narsalar uning ichiga kirar ekan. Xo'p, standartlashtirishning zaruriyati nima, qanaqa holatda kelib chiqadi degan savolga, demak, sabablarni ko'rsatilgan ekan. Birinchisi, turli ishlab chiqaruvchilar qurilmalarni mosligi, tarmoqning barqaror ishlashini ta'minlash, texnologiyalarni rivojlantirish va kengaytirish imkoniyati, tarmoq xavfsizligini oshirish, ma'lumot almashuvini soddalashtirish. Demak, asosiy sabablari shu ekan. Xo'p, standartlashtirish bo'lmasa degan savolga yana o'sha javob berilgan. Qurilmalar va dasturiy ta'minotlar o'zaro ishlamaydi, tarmoq xavfsizligi zaiflashadi, yangilanish va rivojlanish qiyinlashadi. Xo'p, tushuntira oldimmi nimaligini? Tushundinglarmi sababini? A'lochilar, ovozinglar eshitilmayapti. Ha, shunday. Ya'ni bitta misol qilib aytadigan bo'lsak, bilasizlar, misol uchun to'p, futbol o'ynaydigan to'pi. Ya'ni hamma joyda boshida har xil to'plar bilan o'ynalgan. Lekin keyinchalik o'sha FIFA bitta standart qabul qilgan yoki masalan o'sha maydonlarga deymiz, boshqalarga bitta standart qabul qiladi. Ana o'sha standart bo'yicha boshqa bo'yicha ana o'sha standartga asoslanib to'pdan foydalanish yoki maydondan foydalanish kerak bo'ladi. Kompyuter tarmog'ida ham, aytaylikki, tarmoqda ham qurilmalardan xuddi shunaqa standartlashtirish ishlatish kerak bo'ladi. Xo'p, tarmoq standartlari va ularni ishlab chiquvchi tashkilotlar. Mana bir necha tashkilotlar ko'rsatilgan ekan. Birinchisi ISO,
International Organization for Standardization deb qo'yilgan, ya'ni butunjahon standartlashtirish tashkiloti hamda ASI modelini ishlab chiqadi. Ikkinchisi, ya'ni I3Y deb yuritamiz endi biza. Ko'pincha o'sha elektronika sohasida, tarmoq sohalarida aytaylikki ishlab chiqiladigan ko'p qurilmalarni standartizatsiyadan o'tkazish yoki o'sha standartizatsiyadan o'tkaziladigan qoidalarni qabul qiluvchi tashkilot hisoblanadi. Eng asosiy tashkilotlardan bittasi va ko'pincha ya'ni aynan uni nomi bilan standartlar qo'yiladi. Misol uchun o'sha Institute of Electronics and Electronics Engineers deb nomlanadi. Mana nomlanishidan ham I3Y. Ya'ni o'shalardan ro'yxatdan o'tgan texnologiyalarni ham xuddi shunaqa nom bilan, faqat sonlari bilan farq qiladi. Misol uchun mana ko'ryapsizlar, I3Y 802.3 Ethernet, I3Y 802.11 u Wi-Fi standartlari ishlab chiqilgan va hokazo. Xuddi shunaqa o'xshagan standartlari turlicha. Keyingisi IFETF, ya'ni Internet Engineering Task Force, ya'ni internet protokollarini ishlab chiqishni va rivojlantirish bilan shug'ullanadigan. Bilasizlarki, o'sha protokollarimiz TCP/IP, HTTP, SMTP, IP6 va hokazolar ko'riladi. Xo'p, to'rtinchisi, ya'ni I2 va T bu o'qishingiz mumkin. Ya'ni International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector. Ya'ni asosan tarmoq standartlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanar ekan. Ya'ni XY5, ISDN, DSL kabi tarmoq standartlarini. Hop, beshinchisi ANSI, American National Standards Institute'da, ya'ni AQSh milliy standartlashtirish instituti hisoblanar ekan. Keyingisi esa RFC, ya'ni internet standartlarini ishlab chiqish jarayoni EIFTF tomonidan ya'ni muhokama qilinar. Yana bunga o'xshagan aytaylikki standartlashtirish va hokazo yana turlicha bo'ladi. Hop, xuddi shunga o'xshash bitta misol keltirilgan ekan. I3Y 802 standartini tuzilishi ko'rsatilgan. Ya'ni bu joyda mana OSI modeli o'zi 7 dan sathdan iborat bo'ladigan bo'lsa, mana ikkitasini ko'rsatib qo'ygan, ya'ni kanal sathi hamda fizik sathi deyilgan. Ayni ana o'sha kanallarning o'rtasidagi o'sha LLS, ya'ni kadr uzatishning mantiqiy muolajalari va tarmoq sathi bilan bog'lash ishlaydi, hamda MAC, ya'ni internetda CSMA hamda CD tarmoqlar texnologiyalar desak, token ring hamda simsiz tarmoqlar. Ular ham o'ziga yarasha ma'lum bir turlarga bo'lingan. Ya'ni o'sha 10/5, 10/TX va hokazolar deb ko'rsatib o'tib ketilgan. Xo'p, I3D standartlar oilasi, ya'ni I3D 802 standart asosan lokal kompyuter tarmoqlarining kanal sathi ikkita sathi ostida bo'ladi. Ya'ni LLS, Logical Link Control, ma'lumotlarni uzatishning mantiqiy boshqarish sathi osti, hamda MAC, Media Access Control, ma'lumotlarni uzatish muhitiga bog'lanish, boshqarish sathi osti sathi hisoblanadi. Ya'ni LAN standarti mana o'shanaqalarni ko'rsatib o'tilgan. Bu ham faqat o'sha OSI modelini ikkita sathida ishlangan. Xuddi undan oldingi o'sha slaydimizda o'sha standart o'sha slaydimizda aytib o'tgan sathlarimiz. Xo'p, yana qo'shimcha ravishda yana LLC sathi to'g'risida ko'rsatilgan. Sathi kompyuterlar o'rtasida ma'lumotlarni har xil darajadagi ishonchlilik bilan uzatishni amalga oshirish uchun javob beradi. Hamda tarmoq sathi bilan ulanuvchi interfeys vazifasini bajaradi. Tarmoq sathi LS sathi orqali kanal sathidan o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotlarni uzatish amaliyotini, ya'ni transport xizmatini unga kerak bo'lgan sifatda bajarib berishni so'raydi. Ya'ni oddiy qilib aytganda o'sha ikkita sathi o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlab berar ekan. Xo'p, keyingisida esa mana MAC sathi to'g'risida gap ketyapti. MAC sathi esa kompyuterlar birgalikda foydalangan umumiy shina yoki halqa topologiyalarda muhit vaqtini ma'lum bir algoritm asosida taqsimlab, tarmoqni to'g'ri ishlashini ta'minlab beradi. MAC sathi yordamida uzatish muhitida murojaat. Hozir nima savol berishdi? Eshitmay qoldim.
manfiy nurlangan bo'lsa kerak. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, umumiy shina yoki halqa topologiyasi muhit vaqtini ma'lum bir algoritm asosida taqsimlab, tarmoqni to'g'ri ishlashini ta'minlab beradi. Mac sathi yordamida uzatish muhitida murojaat qilish ruxsat olinadigandan so'ng, LLC sathi tomonidan ma'lumotlarni mantiqiy birliklarini, axborot kadrlarini har xil darajaga sifat bilan uzatish, ya'ni transport xizmatini amalga oshiradi. Xuddi bu sath ham boshqa undan oldingi ko'rib o'tgan LLC sathiga o'xshab, u ham transport vazifasini bajarib borar ekan. Xo'sh, 8.2 qo'mitasi bo'limlari o'sha I 3.8.2, demak ularni bir o'zinglar mustaqil ravishda ko'rib chiqasizlar. Xo'p, bizlarda keyingi saytimizda esa kompyuter tarmoqlarining standartlari ko'rsatilgan ekan. Xo'sh, ochiq tizim deb ochiq spetsifikalarga asosan qurilgan har qanday tizimni aytish mumkin. Masalan, kompyuter tarmog'i, kompyuter operatsion tizim, dasturiy paket, turli apparat va dasturiy mahsulotlar. Kompyuter texnikasi yoki kompyuter injiniringi sohasida standart yoki spetsifika apparat va dasturiy tashkil etuvchilarni ma'lum bir shaklga solingan, ularni o'zi qanday ishlash usullari asosida qurilganligi, boshqa tashkil etuvchilar bilan birgalikda qanday ishlash usullari asosida qurilganligi, ularni ishlatishda hisobga olish kerak bo'lgan shartlar va alohida ko'rsatkichlarni tavsiflari tushuniladi. Xo'p, ana endi ochiq spetsifika nima ekan? Nashr qilingan va hamma foydalanish mumkin bo'lgan standartlarga mos keladigan va barcha manfaatdor tomonlar birgalikda muhokama qilgandan so'ng o'zaro kelishuvlar natijasida qabul qilingan spetsifika tushuniladi. Yana tilim kalimaga kelishmay qolyapti, uzr. Xo'p, demak, kompyuter tarmoqlarining standartlarini turlari bo'lar ekan. Demak, mana ko'rsatib qo'yilgan 4 ta turini ko'rib chiqamiz. Alohida firmalarning standartlari, maxsus komitet birlashmalarining standartlari, milliy standartlar hamda xalqaro standartlar, ya'ni o'sha ISO va ITU deb yuritadigan bo'lsak yoki ETU deb yuritadigan bo'lsak, ana o'sha standartlar hisoblanadi. Bular haqida eshitganmisizlar? ISO bu hali nima bahsmi? Tovarlar kirib kelishi standarti to'g'ri kelsa bahsmi o'sha? O'sha. Tovarlar kirib kelishida chet eldan kirib kelayotgan tovarlarni davlat standartiga to'g'ri keladimi yo'qmi, o'shani testdan o'tkazib tasdiqlab beruvchi firmada endi. U nafaqat endi u qurilmalarda ham bo'lishi mumkin, boshqa narsalarda ham bo'lishi mumkin u. Здравствуйте. eshitganmiz. Небольшое дополнение. Aha, Здравствуйте. здравствуйте. У нас по ISO был контроль менеджмента, управление менеджментом. Это для управляющего персонала тоже такой стандарт ISO был у нас. Не помню, 2018, что ли. То есть его применяли для управления менеджментом. Такой стандарт был тоже. Спасибо. Спасибо за информацию. Xo'p, keyingi slaydimizda kompyuter tarmoqlarining standartlar turlari deyilgan. Yana ularni ham bir ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, internet tarmog'i ochiq tizimga yaqqol misol bo'la oladi. Negaki u ochiq tizimlarga qo'yiladigan talablarga to'liq mos kelgan holda rivojlangan. Uni ishlab chiqishda turli universitetlar, ilmiy tashkilotlar hamda kompyuter texnikasi va vositalarini ishlab chiquvchi firmalarni har xil davlatlarda ishlaydigan minglab mutaxassislari va tarmoqlardan foydalanuvchilar qatnashganlar. Ya'ni RFC, ya'ni Request for Comments, internet tarmog'i ishini aniqlab beradigan standart nomi, ya'ni muhokama uchun mavzular deb ataladi. Bu nom ham qabul qilinadigan standartlarning ochiq xarakteriga ega ekanligini ko'rsatib o'tadi. Xo'sh, agar bu bo'yicha qiziqadiganlar bo'lsa, mana prezentatsiyani ko'rganinglarda mana bu joyda mana kichkinagina harflar bilan ko'rsatilib turibdi. Ko'rgan bo'lsanglar. Bu ayni mana shu ma'lumotlar aytaylikki qaysi adabiyotdan nechinchi betdan olayotganligini hammasini ko'rsatib beradi.
Ko'rindimi, yo'qmi? Ya'ni o'sha Mirisupov, Jumanov kompyuter tarmoqlari o'quv qo'llanmasidan olingan. Hop, keyingisida bizada simli va simsiz tarmoq texnologiyalari ko'rsatilgan ekan. Hop, bular to'g'risida juda ko'p eshitganmiz. Simli simsiz tarmoq qanaqa bir-biridan ajrata olishimiz mumkin? Simli bu maxsus kabel orqali kelgan tarmoq, simsiz esa Wi-Fi'da. Nafaqat Wi-Fi, balki boshqalar ham. Bluetooth bo'lishi mumkin. WiMAX to'g'risida ham eshitganmidinglar? Nima to'g'risida? WiMAX. WiMAX. В первых выпусках инфракрасный был. Да, инфракрасный там порт, инфракрасный порт, потом Да. Bluetooth, потом вот остальные. Ну, вот сейчас сказали Wi-Fi. Тоже и беспроводные технологии. Да, еще было WiMAX, если вспомните. Нет, я вот, честно говоря, такого не помню. WiMAX нет. Нет. Hop, Mana uzatish. endi ishga Hop, uzatish muhiti tomonidan aniqlangan texnologik xususiyatga ko'ra kompyuter tarmoqlari ikki sinfga bo'linadi: simli tarmoq hamda simsiz tarmoq. Qurilmalar o'rtasida aloqa o'rnatish uchun kabellar yoki simlar kabi fizik ulanishdan foydalangan tizimni anglatadi. Simsiz tarmoq qurilmalar o'rtasida aloqa o'rnatish uchun simsiz ulanishdan foydalangan tizimni anglatadi. Ve farqi buni nomlanishini o'zidan ham bemalol qanaqadir bir shaklda bemalol foydalanib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana nimagadir 3.E802.3 standarti ko'rsatilgan. Ya'ni 1973-yilda lokal kompyuter tarmoqlarining birinchi protokoli Ethernet ishlab chiqildi. Keyinchalik u o'sha 802.3 maqomini oldi. Ya'ni 83-yilda deyiladi, oradan 10 yil o'tgandan keyin. Ethernet texnologiyasi standartlarida ma'lumot almashish jarayoni birgalikda foydalaniladigan muhit asosida amalga oshiriladi. Ethernet texnologiyasida ma'lumotlarni uzatish muhitida ulanish CSMA hamda SIDMA kabi CDM kabi standartlari deymiz, tashuvchi signalni anglay va to'qnashuvlarni aniqlay oladigan jamoa bo'lib, ulanish usuli, ya'ni ma'lumotlarni uzatish muhitida birgalikda foydalanish usuli qo'llaniladi. Va quyidagi turlari bor ekan, ya'ni 10/5, 10/2, 10/T hamda 10/F standartlari mavjud ekan. Xo'p, simsiz texnologiyalarning standartlari, ya'ni o'sha 802.11 hamda 802.16. Xo'p, simsiz texnologiya standartlari ishlab chiqishning boshlang'ich nuqtasi sifatida 1989-yil qo'yilgan ekan. Va o'sha 3 tomonidan qoshida 802.11 qo'mitasi tashkil etilishi hisoblanadi. Qo'mita birinchi navbatda kichik lokal o'lchamlardagi simsiz tarmoqlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi va shu asnoda Wi-Fi tizimlari paydo bo'ladi. Ushbu g'oya sekin so'nggi milliya aloqasi va shahar hamda xususiy tarmoqlar uchun qo'llanila boshlaydi. Va o'tgan asrning 90-yillar oxirida 816, ya'ni o'sha sizlar undan oldingi aytganda o'sha WiMAX standartlari guruhi paydo bo'lishiga olib keladi. Va mana ularni o'zaro bir nima deymiz, ishlash masofasiga asoslangan algoritmi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni personal, lokal hamda shahar miqyosida, ya'ni mana ko'rib turibsizlarki 100 metrgacha deb shular foydalanadi. Nima deb o'ylaysizlar? WiMAX bilan Wi-Fi qanaqa farqi bor? Tizimmi? manimcha tarqatish masofasi bo'lsa kerak. Qaranglar, misol uchun Wi-Fi'da ma'lumot almashishda oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak, bitta kabel, ya'ni bitta antenadan foydalanadi. Bitta antenadan foydalanadi va o'sha antennada ma'lumot ma'lum bir diapazon ostida aytaylikki uzatiladi. O'sha ma'lum bir radius ostida, ma'lum diapazon ostida uzatiladi. WiMAXda esa ma'lumot uzatishda
bir nechta antennalardan foydalanadi. Ya'ni o'zaro bir-biriga uzatgan holatda o'zini manziligacha yetib borishi kerak bo'ladi. Xo'p, antenna standartlashtirishning afzalliklari ko'rsatilgan ekan, ya'ni nima keragi bo'ladi? Hop, kechirasizlar, moslik. Turli qurilmalar va dasturlar o'zaro muvofiq ishlaydi. Ethernet, Wi-Fi kabi texnologiyalar umumiy qoidalar asosida ishlaydi. Barqarorlik, tarmoqlar uzluksiz va ishonchli ishlaydi. Aloqa sifati va ishonchlilik oshadi. Xo'p, xavfsizligi. Ma'lumotlarni himoya qilish tizimlari ishlab chiqiladi va SSL va TLC shifrlash texnologiyalaridan foydalanish mumkin bo'ladi. Hop, yangilanish va rivojlanish deyilgan bo'lsa, yangi texnologiyalarni qo'shish va tarmoqni kengaytirish osonlashtiriladi. Beshinchisi, standart uskunalar ommaviy ishlab chiqariladi, narxi pasayadi. Va oltinchisi, turli platformalar va tizimlar birgalikda ishlaydi. Internet global axborot almashinuvi uchun asos bo'la oladi. Ana endi mana bevosita o'sha rejamizning ikkinchi bandi ASI modeliga keldik. Hop, ASI modeli Open System Interconnection ekan. Modeli bu tarmoq qurilmalarining o'zaro bog'lanishini tushuntiruvchi xalqaro standart. ISO International Organization for Standardization tomonidan ishlab chiqilgan hamda OSI modelini 7 ta darajaga bo'lingan bo'lib, har bir daraja alohida vazifani belgilab o'tadi. Xuddi mana rasmda ko'rganingizdek, fizik, ma'lumot, tarmoq, transport, sessiya deydi, prezentatsiya qismi, dasturiy qismi. Ana o'shalar haqida hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Demak, OSI modelining umumiy tavsifi. Birinchi o'rinda, OSI modeli tarmoq aloqa jarayonini tushuntirish uchun ishlatiladi. Har bir daraja o'z vazifalariga ega va mustaqil ishlaydi. Modullik. Har bir qavat mustaqil ishlaydi va rivojlantirishi mumkin. Xo'p, hozir bir daqiqa. Protokollar tarmog'ida aloqa qoidalarini belgilaydi hamda standartlashtirish turli qurilmalar va dasturlar birgalikda ishlay olishi uchun kerak bo'ladi. Hozir mana qaranglar, o'rtadagi rasmda OSI modelining tarmoq aloqasi deb ko'rsatilgan 1, 2, 3, 4 ta asosiy anaqasi ko'rsatilgan. Ya'ni bular standartlashtirish, protokollar, qatlam moduli hamda OSI modeli. Nima uchun xizmat qiladi? Tarmoq aloqa jarayonini tushuntiradi, mustaqil rivojlanish va funksionallik, tarmoq aloqa qoidalarini belgilaydi hamda turli qurilmalar va dasturlar o'rtasidagi moslikni belgilashi mumkin. Ba'zi adabiyotlarda agar adashmasam 4 dan 7 gacha bo'lgan qatlamni bitta qatlam sifatida ko'rsatib borish mumkin bo'ladi. Xuddi mana hozir bizda standartlashtirish turibdi-ku, ana o'sha shaklda ham ba'zi bir adabiyotlarda ko'rsatib o'tilgan bo'lishi mumkin. Lekin sizlar bilan biz uni alohida mana ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, OSI modelining 7 ta darajasi. Birinchisi fizik daraja. Ya'ni bitlarni elektr signal, optik impuls yoki radio to'lqinlar ko'rinishida uzatish uchun xizmat qiladi. Ikkinchisi kanal darajasi, ya'ni ma'lumotlarni kadrlar, frames, ya'ni paketlar dedik kechagi darslarimizda. Ya'ni paketlar shaklida uzatish va xatoliklarni aniqlash uchun xizmat qiladi. O'sha paketlar bilan xuddi kechagi ma'ruzani o'zi ekan. Uchinchisi tarmoq darajasi, ya'ni IP manzillar orqali marshrutlash va paketlarni yetkazish uchun xizmat qiladi. To'rtinchisi transport darajasi, ya'ni TCP hamda UDP protokollar orqali ishonchli yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Beshinchisi seans darajasi, aloqa seanslarni o'rnatish, boshqarish va kerakli vaqtda uzish uchun xizmat qiladi. Xo'p, oltinchisi taqdimot darajasi, ma'lumotlarni shifrlash, dekodlash va siqish uchun xizmat qiladi. Va 7-chi darajasi ilovalar darajasi, ya'ni HTTP, FTP, SMTP kabi dasturlar uchun tarmoq xizmatlarini ko'rsatadi. Va xudo xolasa mana hozir harakat qilamiz, keyingi slaydlarimizda har biri bilan alohida bir ko'rishib o'tishimiz uchun. Xo'p, birinchi daraja fizik daraja deyilyapti. Ya'ni bu joyda funksiyasi nimadan iborat? Ma'lumotlarni bitlar shaklida fizik vositalar orqali uzatish. Demak, xususiyatlari.
E, Elektr signal, optik impuls yoki radio to'lqinlar orqali ma'lumot uzatish. Kabel turlariga kelganda bo'ladigan bo'lsa, koaksial kabel, optik tolali kabel, burilgan juftlik kabel, ya'ni UTP kabeli nazarda tutiladi. Hamda texnologiyalarga keladigan bo'lsak, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth kabi texnologiyalar ushbu darajada bemalol ishlay oladi. Ikkinchi daraja kanal darajasi. Ya'ni funksiyasi ma'lumotlarni kadrlar, ya'ni bo'laklarga, paketlarga bo'lgan holatda ishonchli uzatish. Ya'ni nima vazifani bajaradi? Demak, xususiyati xatoliklarni aniqlash va tuzatish mexanizmlarini ta'minlaydi. MAC, ya'ni adreslar orqali qurilmalarni aniqlash hamda Ethernet, ya'ni o'sha bir necha berilgan standart texnologiyalar orqali ishlashini ta'minlab beradi. Xo'p, uchinchi daraja tarmoq darajasi deyilyapti. Funksiyasi nimalardan iborat ekan? Demak, paketlarni bir tarmoqdan boshqasiga yetkazish. Xususiyatlari IP manzillar orqali manzillash va marshrutlash, routerlar bilan ushbu darajada ishlashi hamda protokollarga keladigan bo'lsak, IP internet protokoli, ICMP hamda ARP protokollari bilan ushbu vazifani bajarishi mumkin bo'lar ekan. Uchinchi daraja shu protokol asosida ishlar ekan. Xo'p, to'rtinchi daraja transport darajasi ekan. Ya'ni funksiyasi ma'lumotlarni ishonchli yetkazib berish va portlar orqali dasturlarni aniqlash. Xo'p, xususiyatlariga keladigan bo'lsak, segmentlarda bo'lish va yig'ish, xatoliklarni aniqlash va tuzatish, protokollarga keladigan bo'lsak, TCP protokolida hamda UDP protokollarida bu daraja, ya'ni transport darajasi o'z vazifasini bajarar ekan. Xo'p, keyingisi seans darajasi. Bu joyda ham qanaqadir bir yozuvlarimizda xatolik ketib qolganmi deyman. Suni ham ko'ringan shaklga keltirib olaylik. Yo'q, bu kerak emas ekan bizga hozir. Xo'p, 5-chi darajasi esa bizda seans darajasi ekan. Ya'ni funksiyasi nimada? Aloqa seanslarini o'rnatish, boshqarish va uzish. Xuddi undan oldin birinchi slaydlarda gapirayotganimizdek, demak, aloqani boshlash, davom ettirish va to'xtatish. Sinxronizatsiya, ma'lumotlarni to'liq olish uchun belgilar o'rnatish hamda protokollar, ya'ni NetBIOS, LSP protokollarida u vazifalarni bajarib borar ekan. 6-chi daraja, ya'ni taqdimot darajasi. Demak, bajargan vazifasi, funksiyasi ma'lumotlarni formatlash, shifrlash va siqish ekan. Xususiyatlari kodlash va dekodlash, ya'ni o'sha IC, ya'ni Unicode, ABCDPK deb yuritiladi, nomlanishi jabr qiyin. O'sha ma'lum bir kodlarni o'zini turlari bor. Ana o'sha turlaridan foydalangan holatda, masalan, o'sha IC yoki Unicode'dan o'zi ma'lum bir belgilanishi bor. Unicode'da agar sizlar bilan esinglarda bo'lsa, o'sha veb dasturlashga kirganimizda bir to'qnash kelgan edik. Amaliyotda, ya'ni biror bir ma'lumot kiritgan vaqtinglarda odatda Kirill yozuvlarni qabul qilmasdi. Ya'ni uni o'sha bloknotda ishlagan jarayonimizda uni turiga kirib, Unicode'ni o'zgartirib qo'yardik. O'sha Unicode'ni o'zgartirganimizdan keyin o'sha shifrni, o'sha matnni keyin bemalol tushuna olardi. Xo'p, keyingisi esa shifrlash va deshifrlash ekan. Asosiy maqsadi siqish, ya'ni JPEG hamda MPG, zip kabi fayl turlari bilan ishini bajarar ekan. Xo'p, 7-chi daraja ilovalar darajasi. Xo'p, ya'ni funksiyasi foydalanuvchilar va dasturlar uchun tarmoq xizmatlarini ta'minlash. Xususiyatlari tarmoq xizmatlari va veb sahifalar, fayl uzatish, elektron pochta kabi vazifalarni bajarib boradi hamda protokollar HTTP, FTP, SMTP hamda DNS protokollari orqali o'z vazifasini bajarar ekan. Mana qo'shimcha holatda mana tarmoq xizmatlarini birlashuvi ko'rsatilgan. Aynan shu sohalarda ham
ayni shu yo'nalishlarda, berilgan yo'nalishlarda ham shu daraja muhim rol o'ynaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu bizada veb sahifalar, fayl uzatish, elektron pochta, HTTP, FTP hamda SMTP'lardan foydalanilgan. Xo'p, OSI modeli va real tarmoqlardagi qo'llanilishi. OSI modeli amaliy tarmoqlarda to'liq ishlatilmaydi, lekin tarmoq protokollarini tuzilishini tushunishda muhim hisoblanadi. Amalda ko'proq TCP/IP modeli ishlatiladi, lekin u OSI modelining funksiyalarini o'z ichiga oladi. Xo'p, protokollar OSI modelining darajasiga mos keladi. Demak, internet fizik va kanal darajasida ishlaydi. IP tarmoq darajasida ishlaydi. TCP, UDP transport darajasida ishlaydi. Hamda HTTP, FTP, SMTP esa loyiha, kechirasizlar, ilova darajasida ishlaydi. Ya'ni o'sha protokollar, o'sha nima deymiz, texnologiyalar qaysi modellar qaysi turiga to'g'ri kelishini ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, kompyuter tarmoqlarini klassifikatsiyalash deyilgan. Bu joyda biz bildikki, o'zi asosiy 3tasi bor. Ya'ni o'sha kuni bash ko'targanimizdek mahalliy tarmoq, shahar tarmoqlari hamda global tarmoq. Ya'ni esingizda bo'lsa, aytuvdikki LAN, WAN va MAN deb yuritgan edik. Esingizda qolgan bo'lsa. Xo'p, bugungi ma'ruzamiz shu ekan. Taqdimotimiz shu ekan. 3-taqdimot. Taqdimot bo'yicha savollaringiz bormi ma'ruza bo'yicha? Sherali aka? Yo'q, domla. Tushunarli bo'ldi, ona rahmat. Hop, rahmat sizlarga ham e'tibor uchun.